Chuha, tur uxlab yotaverasanmi? Ha, nima ertalabdan muncha baqir-chaqir qilasan? Tezroq tura qolgan endi. Mana turdim-ku. Eshitdingmi? Nimani? Musiqani. Qanaqa musiqa endi? Yo'q, qanaqa musiqa? Qishloqqa prezident keldi. Davlat prezidentimi? Ha, qishloqning prezidenti bo'lmaydi-ku, albatta davlatimiz prezidentida. Ha, men nima qilay shunga? Sen doimgidek etdek xizmat qilasan-da. Men o'zi har doim xizmatkor ekanman-da. Korоче, bilmayman, men ketdim, qishloqqa ertaga kelaman. Ha, o'zi shunaqada har doim nimadir ish paydo bo'lib qolsa qochasan tulkiga o'xshab. No, mayli endi o'zim bir amalliman bor, yaxshi bor bo'pti, короче gaplashamiz. Endi nima qilaman, nima qilsam ekan ham? Joyimga qaytib uxlaymi ekan? Yo'q, qanaqa uxlash? Короче bir amallab hozir prezident yoniga borishim kerak, voy dod. Xo'sh, asta tushaman. Assalomu alaykum janob prezident, xush kelibsiz bizning qishlog'imizga. Va alaykum assalom. Qalaysiz janob mer? Yaxshi, o'zingiz ham yaxshimisiz? Yaxshi yetib keldingizmi? Albatta. Sizning qishlog'ingizda qanaqadir xizmat ko'rsatadigan odam yo'qmi? Mashinalarimni boshqa joyga olish kerak edi. Bor, hozir topib kelaman. Xo'sh, ana endi nima qilsam ekan? Prezident keldi deyapti. Qurolda bor. Yo'q, qana qurol? Prezident oldi, qurol ko'tarib borsam, avval svetimni o'chirib qo'y, elektr energiya sarf bo'lmasin. Nimadir qilish kerak. Prezident kelgan deyapti-ku, pul olib boray. Yo'q, qanaqa, miyamga qanaqa o'y xayollar kelyapti. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha Vajgalanman. Biroz shoshilib turibman, shuning uchun tez kanalga obuna bo'linglar. Obuna bo'lish knopka asosida nechta kanal turgan bo'lsa, hammasiga tez obuna bo'linglar. Videoga like bosinglar, kommentariyaga nimadir yozib qoldiringlar. Men esa vaqtim juda ham tig'iz. Tak, hozir esa janob mer va prezident yoniga borishim kerak. Tak, okey. Albatta ular nimadir qilayotgan. Tak, gaplashib o'tiribdi ekan kakras. Tak, nimani gaplashyapti ekan? Hozir topib kelaman. Xizmat ko'rsatadigan odam bor bizda. Qanaqa xizmat ko'rsatadi? Menimcha meni aytyapti xizmatkor deb. Hozir olib kelaman, kutib turing, birat iltimos shu yerda. Janob prezident, kechirasiz, iltimos. Assalomu alaykum. Mana o'zi ham keldi. Jo'xa, tezroq yur, iltimos. Assalomu alaykum janob prezident. Va alaykum assalom. Deng, iltimos. Va alaykum assalom. Короче, Johamsan kimsan bilmadim-u. Mana mashinalarni yon tomonda garaj qurdirganman, o'shanga joylashtirasan. Yonida bitta yashik bor, ichidagi narsalarni sammitga tayyorla. Ya'ni qishloqlarda sammit o'tkazamiz va muammolarni hal qilishga harakat qilamiz. Men esa hozir janob mer bilan uyiga borib biroz dam olmoqchiman. Xullas, ishlarni tugatib qo'y. Eshitdingmi, tezlash, ishlarni hal qilmasini. Aha. Obbo, yetmay turgan to'g'risini aytsam, qishlog'imizga shunaqa muammo ham sammit. Qanaqa sammit? Bu yerda garaj paydo bo'lib qopti. Voshshi, prezident keladi desa 5 sekundda garaj qurib tashlabdi. Assalomu alaykum janoblar. Menimcha sizlar gapirmaysizlar, chunki gapirishni yo bilasizlar, bilaman, lekin gapirish mumkin emas sizlarga. Nima bu mashina? Nomini ham bilmayman. Nomini kimdir bilsa kommentariy yozib qoldirsin. Mana uni bilaman, Lamborghini Urus degan mashina, bu esa o'sha mashhur Gelik. Tak, bu yerda nomiday dahshat garaj qurishgan. Shuni tez vaqtda shunday qurib tashdimi? Ha, bu yerda yashik bor deyishgandi. Shuncha narsani qo'yib chiqishim kerakmi? Qiziq, qayerda quraman? Bu yerda qursammikan? Bilmadim-ku, lekin qayerdadir qurish kerak ekan, hayronman. Tak, birinchi mashinalarni joylashtirib chiqish kerak, adashmasam. Tak, o ikkitasi birdaniga ochildi, bunisi esa ochilmadi. Tak, bunisiga отдельно ekan. Menimcha normal. Tak, birinchi mana bu mashinani joylashtiramiz, chunki birinchi turibdi. Tak. What? Nima bu? Nima? Mashinani nomini bilmasdim. Qani? Salonni qaranglar. Nima u yozibdi? O'ynasi namcha kichkina, hech nima ko'rinmaydi. Boshim chiqib qoldi ustidan, kallasidan demoqchi bo'pman ekan. Tak, to'xtanglar, men hozir qaysi garajga joylashtiray bu mashinani? Tak, mana shu birinchisiga joylashtiraymi ekan? Tak. Muhimi to'g'ri haydab kelyapman va biroz o'ngroq, endi esa biroz yana o'ngroq. Menimcha normal joylashtirdim-ku, lekin endi tashqari tushib ketdim. Ko'rdinglarmi? Mana tushim problema bo'lyapti. Yaxshi ham eshigi tepaga ochiladi. Bunisi mana tegar ekan, ko'ryapsizlarmi? Mana shu texnologiya menga yoqdi. Texnologiya. Mana bu Lamborghiniligini aytdim sizlarga. Lamborghini Urus degan mashina. Shunda buni uruslar yaratgan, bilmayman, короче. Unaqa narsalar o'ylab o'tirmayman. Prezident mana shu mashinaga minib kelgan ekan, chunki o'rtada turibdi. O'rtada turgan mashinani prezident minib kelgan bo'ladi doim. Tak. Xo'sh, asta-asta, chunki bu mendan ham qimmat turadigan mashinalar.
Tak. Xo'p. Tegma iltimos, faqat tegma. Tak, yaxshi. Tak, endi biroz orqaroq, yana qaytib biroz oldinroq. Tak, sal uzunroq mashina ekan, atak sig'dirdim. Tak, bo'ldi. Oldida ko'p joy ochiq qoldi. Eshik tegmasa kerak, yo tegmaydi, mana qatorga tushadi-ku eshik. Ta oxirgisi gelik avtomobili qoldi. Bratlar turamikan shu yerda? Yaxshi gapirmaganim ma'qul, chunki qo'llarida vashshe qurol bor. Men uyimda ham eshitmayaptimi? Uyimda qurol borligini eshitib qolsa yomon bo'ladi, chunki bilasizlar, prezident kelgandan keyin barcha qurollar yig'ishtirib olinadi. Tak, bakovoyga qarab haydayapman, ko'ryapsizlarmi meni? Ko'ryapsizlarmi, orqaga qarab haydayapman. Tak, okey, bo'ldi, всё. Tak, ana endi buni ham xuddi shunday qilib joylashtirishimiz kerak. Ozgina qoldirib olishimga. Tak. Ostalik bilan. Voy, dot. Bu Minecraft qotyapti, ko'rdinglarmi? Qotyapti. Minecraft bu meni aybim emas, bu prezidentga ham boshqasiga ham aytaman, bu meni aybim emas, bu Minecraft aybi. Qotyapti, nima qilay? Tormoz ishlamay qoldi, bor urib yordim. Lekin mashina soppa-sog'. Tak, bo'ldi. Tak, datchikni o'chiraylik. Vashshe qotirib tashladi meni kompyuterimni, to'g'risini aytsam. Bu geliklarni haydash men uchun emas ekan. Mana unaqa qanday olaman endi? Bilmadim nima qilish, to'g'risi. Hozir to'xtanglar, men borib uyimdan tak narsalarni olib kelay. Mana bu narsalar qurish kerak-ku baribir. Bratlar, kechirasizlar, o'rtalaringdan buzib o'taman. Endi naylochilik. Bugun polizda ishlay olmas ekanman, eng qizig'i, chunki polizda ishlashim uchun men juda ham ko'p vaqtim bo'sh bo'lishi kerak. Lekin vobshe qotyapti kompyuterim, rostdan qaranglar. Oho, mana bu narsalar menga kerak qurilish uchun. Tak, xo'p, bo'ldi. Yomon qotyapti. Prezident kelgani meni kompyuterim ko'tara olmayapti. Mayli, bir amallayveramiz. Tak. Lekin janob prezident bizni qishlog'imizga muammolarni eshitish uchun kelibdi. Bu juda ham yaxshi, chunki bizni qishlog'imizdagi muammolar hal bo'ladi va janob prezident mana shunaqangi yurganini o'zi bizga juda ham katta baxt. Aynan bizni qishlog'imizga kelgani ham katta baxt. Samet joyi menimcha shu yer normal bo'lsa kerak, keng joy. Birinchi o'rinda mana o'tlarni yig'ishtirib chiqish kerak. Tak, okey. Hammasini bittalab yig'ishtirib chiqishga to'g'risini aytsam sabrim yetmaydi-yu, lekin nayloj. Bittalab yo'q qilib chiqmasam, buni 10 talab misol yo'q qilishni iloji yo'q. Lekin kompyuterim to'g'risini aytsam juda ham qotyapti. Lekin 120 FPS turibdi. Hayronman. 120 FPS ga qanday qotishi mumkin? Voy. 90 FPS ga tushib kelyapti, lekin qotishi uchun kamida 20 FPS bo'lishi kerak edi. Lekin bilmasam. Mayli. Aytayapman-ku, prezident kelishini ko'tara olmadi. Men shu prezidentga muammolar aytiladigan joyga kompyuterimda muammosini aytsam ham bo'lar ekan-a. Dot yomon qotyapti, to'xtanglar. To'xtanglar. Hozir men muammo hal qilmasam bo'lmaydi. Bunaqada men aniq sabrim yetmaydi. To'xtanglar, muammo hal qilib kelay. Menimcha muammo hal bo'ldi, lekin qotishda muammo hal bo'libdi ekan, qotish yo'q. Agar yana qotish bo'lsa, bilmadim. Bitta narsadan taxmin qilaman. Agar o'sha narsa bo'lsa, lekin vobshe bo'ladi. Mayli. Hozir Sametjon tezroq qurishim kerak, chunki prezident adashmasam bizni qishlog'imizda faqat 1 kun qoladilar, keyin ketsalar kerak. Janob prezident, tak, tezroq tozalash kerak bu yerni. Shu 1 kun oldin aytishganda men bu yerda vashsheta takoy qilib qo'yardim, lekin prezident kelgan kun menga aytayapti, reddi ham qochib ketdi qizig'i. Agar qochmagandamida o'zim bilardim, birgalikda qilardik hammasini, lekin u yaramas qochib ketdi. Yana qochishni boshlayapti. Obbo, mayli. Nechiva, mana shu urug' tushirib talab qo'yadi. Bizga kerakli bo'ladigan narsalar birinchi o'rinda mana bu bloklar. Hozir bu yerda qurilish ishlarini olib borishimiz kerak. Birinchi o'rinda prezident yurishi uchun yo'lak hosil qilamiz. Tak, bir qator yetsa kerak, menimcha bir qatorda yurib kelsalar. Tak, bir qator to'liq oxiriga chiqib borishimiz kerak. Ya'ni garaj tugaydigan joygacha qizil yo'lak bo'ladi. Qizil blok berishgan o'zi. Ya'ni qizil gilam to'shalgan blok. Tak, menimcha normal bo'ldi. Endi bu qizil bloklarni berib qo'yib chiqamiz. Men birinchilardan bu o'zim qizil blok ustida yurayapman, chunki quryapman-da, qurgandan keyin yuraman-da. Bu qurilishga oid hech qanaqangi hazil ham qilib bo'lmaydi. Prezidentga oid o'zi hazil qilish mumkin emas, chunki biz janob prezidentimizni shunchaki yaxshi ko'rishimiz kerak, chunki ular bizni shunchalik darajada nima desam ekan, barcha narsani bizga berib qo'ydilar. O'shaning uchun faqat rahmat aytishimiz kerak. Tak, bu yerni yana tozalaymiz. Okey.
Xo'sh, bo'ldi. Ana endi manimcha juda ham kichik joy. Bu juda ham samet uchun juda ham kichik joy. Tak, ya'ni samet deganda endi bilmadim nima tushunilaman. O'ylashim bo'yicha o'zbekchada sayyor qabul deb tushunay qolaylik. Tak, hozir biz bu yerda davra hosil qilishimiz kerak. Yerni qazish menimcha shart emas. Tak, to'g'ri keladilarda. Mana bu yerda davra qilamiz hozir. Tagini qora qo'ryapman. Nimaga desanglar, endi menimcha devor uchun yo'q, devor emas, bu pol qism hisoblanadi, ya'ni sahna. Sahnaga chiqib, короче, bizaga ma'lumotlarni aytadilar. Tak, nechta bo'lgan bu tomon qizildan bu yog'iga? Tak, bu qizil bo'lsa 1 2 3 4 5 ta. Tak, qizil bo'lsa 1 2 3 4 5 ta. Va to'ppa-to'g'ri qilibman ekan. Lekin o'sha quyosh botdi. Bir kunda men eplay olmadim. Janob prezident ertaga ketadilar. Men nayloj kechasi bilan qolib bo'lsa ham mana shularni qilishim kerak hammasini. Tak, yana qazib qizil gilam qo'yib chiqish kerak. Lekin 4 ta qolibdi qizil gilam. Voy dot nima qilibdi? Vatta nima qilib tashladim? Mayli, mana bo'ldi. Bu yerga yetmadi to'g'risi. Unda bilmam nima qilaman. Mana bu yerdan bitta yo'lak olib kelaman, nayloj. Tak, okey va okey. Zina ham qilish kerak, chunki bu yerdan shunchaki to'g'ridan-to'g'ri chiqishning iloji yo'q. Zina hisobidan bir qator olib tashlaymiz. Tak, zinani o'zim yasab kelishim kerak. Xullas, hammasini bir chekkadan amalga oshirish kerak. Endi orqa fon yasaymiz bu yerga. Oqdan yasaladi orqa fon. Tak, oxiriga kelibman ekan. Tak, 2 qator birinchi qilamiz. Hop, xo'sh. Tak, bu yerga bitta. Tak, bu yerga bitta. Bu yerga va bu yerga ham, bu yerga oxiridan 2 ta, yo'q, bitta blok qoldiramiz oxiriga. Sababini esa keyin o'zingizlar tushunib olasizlar. Men tushuntirib o'tirishim shart emas. Menimcha chiroyli bo'ldi va menda mana bunaqangi blok bor. Buni ustidan bir qator qo'yib chiqaman. Tak, bu yerga bitta. Endi narigi qator qo'yish uchun ustiga chiqish kerak albatta. Tak, bir qator qo'yib chiqamiz va keyinchalik olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Aha, tak, menimcha yetdi, tugadi. Eplashtirib yubordim. Endi mana bu yerda buzib tushamiz. Xo'sh, ortiqcha nechta blok qo'yib tashladim, ko'ryapsizlar? Menimcha juda ham chiroyli bo'ldi. Normal, juda ham go'zal. Tak, chekkasiga ham mana bunaqangi qo'yib chiqamiz. Bu tomonga ham xuddi shunday. Juda ham chiroyli. O'ta go'zal. Ana endi asosiy joylarga o'tamiz. Lekin kech bo'lib ketdi. Menimcha hozir uxlab ertaga kelganim ma'qul deb o'ylab qoldim. Tak, ketdim, hozir bor uxlab kelaman. Yelkamni qo'yib yuborib. Uxlab kelaman-da, ertaga kelib ishni davom ettiraman. Xo'sh, mana ertalab bo'ldi va men qizil yo'lakdan yurib kelyapman, lekin yurishim menimcha mumkin emas. Tak, endi mana bu narsalarni joylashtirib chiqish kerak, ya'ni chiroyli qilib bezatish kerak. Tak, stol, stullar va mana bu nima edi bu? Короче, so'zlanadigan joy. So'zlanadigan joyni mana shu yerdan xalqqa qaratib qo'yamiz. Tak, endi esa 2 ta kreslo, mana bunaqangi kreslo, albatta o'tirish uchun va mana bunaqangi 2 ta katta stullar berishgan. Nimagadir bittasi to'g'ri kelmayapti, hayronman. Menimcha mana buni hisobidan buni biroz chekkaroq olib qo'yaman. Yoki mana bunaqa qora blokdan yana bir qator qo'shar ekanmiz, o'ylab qaradim. Xo'p, tak, qora blokni olamiz va o'zi 8 tagina qolibdi ekan. Bir qator qo'shamiz, mayli. Tak, qo'yamiz. Tak, normali. Yana bir qator qo'shamiz. 2 ta qoldi-ya, bitta va qo'lim. Normali, o'ta go'zal, o'ta. Tak, bu yerdan bo'lsa mana shu yerdan yoki mana bu yerga qo'yamiz. Tak, okey, mana normali, cho'tka hammasi. Tak, buni endi bu yerga, mana juda ham chiroyli. Muammolar aks etgan doskalar. Mana shu yerda 2 tasi turadi. Tak, yana nima bor qo'limda? Bu menimcha oddiy aholi uchun yetadi. 1 2 tak, 6 ta berilgan, 4 ta bu tomonga, 4 tasi esa narigi tomonga. Okey va yana bitta. Xuddi shunday, okey. Wow, juda ham chiroyli bo'lyapti. Lekin mana bu yer juda ham tor bo'lib qoldi-da. Olib tashlaymiz bir qator. Bu tomondan ham bir qator olib tashlaymiz va narigi tomondan qo'shamiz. Sababi esa o'rtadan o'tadigan janob prezident tegib ketishlari mumkin. Tak, nima narsa qoldi? Hujjatlar qolibdi ekan. Hujjatlarni ham joylashtiramiz. Tak, bu yerga birinchi o'rinda xat hujjatlarini joylashtirsak, mana bu yerga bunaqangi tarzda
lekin nimagadir qo'yishni iloji bo'lmayapti. Tak, mana bu yerga qo'yamiz. Yana bittasi bor buni. Va buni ham xuddi shunday. Bu narsalar esa hozir bu yerga qandaydir qo'yganday bo'ldim, lekin o'zim bilmadim qanday qo'yganimni. Obbo, to'g'ri o'tamiz yon tomonga. Nimaga qo'yib bo'lmayapti? Tak, umuman tushunmayapman to'g'risi. Umuman. Tak, qanday qo'ygandim hozir? Voy dod. Nima uncha bosh og'riq. Короче, hozir ham qo'ygan. Qanday qo'ydim? Hozir qanday qo'ygan? Mana. Tak, bo'ldi. Bitta ruchka bor o'zi. Tamom. Ana endi aholi uchun stul o'rnatib chiqishimiz qoldi. Oxirgi ishim mana shu. Tak, okey. Lekin 64 ta stul, lekin qishlog'imizda hech qanaqa 64 ta jitel yo'q. Tak, okey. Boricha qo'yib chiqamiz. Tak, ya'ni bizning qishlog'imizda o'rtacha bir 20 taga yaqin jitellar bor. 20 ta bo'lsa yana bir qator qo'yib chiqsam yetar ekan. Tak, bu yerga bitta, ikkita, 3 ta. Bu tomonga ham xuddi shuni 3 ta qo'ysam, albatta qishlog'imiz aholisiga yetadi. Mana. Juda ham go'zal bo'ldi. Summit bu yerda bo'lib o'tadi. Jigarlar, mana bu joyni baholab ketinglar kommentariyada. Menimcha hammasi yaxshi. Bu yerda mashinalar, aytgancha jigarlar, bizning qishlog'imizdagi summit videoda chiqmaydi, chunki bu xavfsizlik choralari tufayli cheklangan. Hozir esa joylarni ko'rsatib o'tdim. Albatta summit o'tgandan keyin boshqa videolarda ko'rishamiz. Hozircha esa xayr, kanalga obuna bo'ling.